Assalomu alaykum Audiotaptika foydalanuvchilari. Bugun sizlar bilan dasturimizdagi yangi xususiyat, ya'ni UzQR kod orqali sotish bilan tanishamiz. Avvalo, bu xizmatdan foydalanish uchun bankingiz bilan bog'lanib, bank hisob raqamingizni UzQR kodga ulab berishini so'rashingiz kerak bo'ladi. Bank hisob raqamingizni ulab bergandan so'ng, UzQR saytiga kirib olamiz. Saytga kirib bo'lganimizdan so'ng o'zimizning elektron ключimizni kiritib olib, elektron ключimizning kodini terib olamiz. Va o'zimizning shaxsiy kabinetimizga kirib olganimizdan so'ng UzQR boshqaruv bo'limiga o'tamiz. Va bu yerda ko'rib turganingizdek va bu yerdan o'zimizga yangi QR kod yaratish tugmasini bosamiz. Va bu yerda o'zimizning bank hisob raqamimizni belgilab olamiz. Va QR turiga dinamikni belgilab olamiz. Qisqacha ixtiyoriy nom beramiz. Biz dinamik QR deb belgilab oldik va ro'yxatdan o'tkazishni bosamiz. Va ko'rib turganingizdek, bizning QR boshqaruv bo'limimizda paydo bo'ldi. Va API boshqaruv bo'limiga o'tib, yangi API tugmasini bosib, QR turini tanlaymiz. Bu yerda yaratib olgan QR'ni nomini belgilab olib, API kalitga nom beramiz. Bu yerda ham ixtiyoriy. Ro'yxatdan o'tkazish tugmasini bosamiz. Nusxa olib olamiz. Bu yerda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Belgilgandan so'ng bu API kalitimiz yo'qoladi. Shuning uchun nusxa olib olamiz. Endi o'zimizning dasturimizga kirib olamiz va boshqaruv bo'limiga kirib, dastur sozlamalari va parametrlar tugmasini bosamiz. Va bu yerdan 5-bo'limga o'tib, yaratish tugmasini bosamiz. Va bu yerda oynani faollashtiramiz va provider bo'limidan UzQR'ni tanlab olamiz. Kassa nomlanishi ham ixtiyoriy va bu yerda maxfiy kalit UzQR uchun API key degan joyiga nusxalab olgan kodimizni, ya'ni ключimizni tashlab olamiz. Va saqlash va yopish tugmasini bosamiz. Va yana bir bor saqlash va yopish tugmasini bosamiz. Endi uni tekshirish uchun savdo oynasiga o'tamiz. Va parolimizni kiritib, savdo oynasiga kirib olamiz. Bu yerdan misol uchun звездочкani sotamiz. Bir dona sotib ko'ramiz. Va summani ustiga bosamiz. Bu yerdan esa UzQR deb nomlangan tugmani ustiga bosamiz va bu yerda ko'rib turganingizdek bizga QR kod berildi. Bu yerda klientning telefonini olib, skanerlab to'lov qilishimiz mumkin. Yoki QR kodni chop etish orqali printerda QR kodni klientimizga chiqarib berishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda klientimiz bizga to'lov qilgandan so'ng, to'lov amalga oshirildi bo'lib o'zgaradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.